Mishlarga ko'ra Damas'ni haydash uchun haydovchilar alohida avtomobilni ekstremal boshqaruv bo'yicha ham sinovdan o'tadi. Damas 350 ta ot kuchiga ega. Bunda 38 ta ot kuchini motor bersa, qolgan 312 tasini shopir xayolda o'zi o'ylab topadi. Tez yordam mashinasi aynan Damas'ga moslab o'ylab topilgan. Damas yaralguncha tez yordam xizmati bo'lmagan. Kasal yotgan odam yo'lda shifoxonaga yetib bormasdan sakrab oyoqqa turib ketishi uchun Damas tez yordam mashinasiga aylantirilgan. Ko'k rangi Damas xuddi ilonlarga o'xshab tez postlarni tashlab turadi va rangi sarg'ayib qoladi. Damasda o'rindiqlarni isitish tizimi mavjud bo'lib, u qishin yozini o'chmasdan ishlaydi. Karzcha Damas konditsioner, elektron oyna ko'targich va zavoddan o'rnatilgan propan gazi bilan chiqadi. Ammo bunaqa Damasni o'zbeklar hech qachon ko'rmagan. Damas o'z ichiga 25-30 ta maktab yoki bog'cha bolasini sig'dira oladigan yagona mashina sanaladi. Damas eshakdan ham ko'p mehnat qiladigan, 2 yilda pulini oqlaydigan bebaho mashinadir. Damas yo'qolib ketsa, O'zbekistonda 100 minglab odamlar ishsiz qolishi mumkin.